Mana biz mashina sotamiz-ku, oldimizga bolalar keladi. Depressiyaga tushib qolgan bolalar. Qaz ko'p. O'yitni ishlatish kerak ular. Qazg'ol o'yit ishlatadi. O'yitdan suruv kelyapti. Yopolmaydi o'yitini. Bittasidan yana qazg'ol o'yitini yopadi. Uni suruv kelyapti. Mikroqarz oladi bankdan. Uni yopadi. Mikroqarz 50 million qarab ketdi, bitta mashina purishdan ajdani mashina oladi, bank yopadi. O'zi bilmagan holda 10 ming, 15 ming dollar bolalar qazga kirib qoldi. Rahmim keladi. To'g'risiga. Ota-onasiga rahmim keladi u bolaning. Yoshlik paytida, bilim oladigan paytda u bola qazni qanaqa qilib to'lashishi miyasida hisob to'qilib yuribdi-da. Gaplasangiz o'zida emas. Variantga mashina so'rab keladi. Variantga mashina olmani, naqd pulga olaydi. Variantga Gentraman, naqd pulga Sparkman. O'zingniki bo'ladi. To'g'risi. Yoshda shuni sindirib tashladi. Shuning uchun hamma kelgan odam oyligini so'raydi. Shart emas-da, endi o'zini ko'rsatsin, o'zini ustida so'rashasiz. Zo'rishlasin. Ularga yaxshi pulni biz to'laylik deng. Muammo masalasi yo'q. To'g'ri. Endi Amir Avto deb tanishtirganimiz bilan Hasan Nuridinovich o'zlarini ham shaxsiy profillarini ko'rib qoldim. Haligi yaqin ma'lumotlarni berib qo'yadilar ora-orada. Mana qilish kerak, mana qilish kerak. Juda e'tibor bilan yuritmaysiz-ku orada. Ba'zidan hech shaxsiy brendingizga ishlash haqida o'ylaganmisiz, o'ylamaganmisiz? Men ishimni shunaqa yaxshi ko'raman.